Simple English. Salom do'stlar, mening ismim Rushana, bu esa Douglas. Bugun biz birinchi darsimizni o'tkazishga harakat qilamiz. Darsimiz mavzusi salomlashuv. Keling, boshlaymizmi? Hello, I'm Douglas. Nice to meet you. Let's get started. Hello. Hello. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hi. Hi. Salom. Salom. How are you? How are you? Ishlaringiz yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi? I'm good, thank you. I'm good, thank you. Yaxshi, rahmat. Yaxshi, rahmat. Good morning. Good morning. Xayrli tong. Xayrli tong. Good afternoon. Good afternoon. Xayrli kun. Xayrli kun. Good evening. Good evening. Xayrli kech. Xayrli kech. Good night. Good night. Xayrli tun. Xayrli tun. See you soon. See you soon. Tez orada ko'rishamiz. Tez orada ko'rishamiz. See you later. See you later. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Bye. Bye. Xayr. Xayr. Now try to find and pronounce the reverse translation of the expression you see on the screen. Endi ekranda ko'rgan ifodaning teskari tarjimasini topib, talaffuz qilishga harakat qiling.